Bir kun Musa alayhissalom tog'ga qarab Alloh taolo bilan rozi aytishgani ketayotgan paytida yo'lidan bir inson chiqdi. Va aytibdiki, men juda ham boy insonman. Boyligim ko'paygandan ko'payib ketyapti. Topgan pulimni hammasini ehson qilib yuboryapman, lekin ziyoda bo'lishda davom etyapti. Lekin men ertaga bu boylikni javobgarligidan qo'rqaman. Erta Xudoning oldiga borganda bu boyliklarni qanaqa qilib men javobini beraman? O'shaning uchun Alloh taolodan so'rab bersangiz, men nima qilsam bu boyligim kamayib ketadi? Albatta so'rayman deb yo'lda davom etdilar deydi. Ancha vaqt yurganlaridan keyin yo'llaridan yana bir kishi chiqdi. Bu odam qumga ko'milgan holatda yotardi. Va Musa alayhissalomni to'xtatib so'radiki, "Ey Musa, qayerga ketyapsan?" Alloh taolo bilan rozi aytishgani ketyapman. Unda meni bir savolim bor, shunga javob so'rab bera olasanmi? Men shunaqa ham bir faqir odamman. Hatto kiyishga-da kiyimim yo'q. Odamlardan uyalganimda mana shu qumga ko'milib yotibman. Nima qilsam ham rizqim keng bo'lmayapti. Rosa harakat qildim, mehnat qildim, ishladim, lekin hech rizqim barakali bo'lmadi. Hech vaqosi yo'q odamligimcha qolaverdi. Shunga javob topib bersang, men nima ish qilsam rizqim keng bo'ladi? Nima qilsam boy bo'laman? Musa alayhissalom bu kishiga ham ijobat qildilar savolini va yo'lda davom etdilar. Va ancha vaqtdan so'ng Alloh taolo bilan rozi aytishib bo'lgach, manzilga qaytarkan haligi boy insonni topib, unga javobni yetkazdilar. Sen agar boyliging zavolga yuz tutishini istasang, unga noshkurlik qilishing kerak ekan. Mana shu senga berilgan rizqqa qanoat qilmay noshkurlik qilsang, mana shu ne'mat sendan olib qo'yilar ekan, deb aytdi. Haligi boy kishi aytdiki, meni 4 muchamni sog' qilib qo'ygan, rizqimni keng qilib qo'ygan Alloh taologa men qanaqa noshkurlik qilaman? Har kunimga, har soatimga shukr aytaman. Bu menga bo'lmas ekan deydi. Shunda Musa alayhissalom aytadiki, unda rozi bo'l, seni rizqing kengaygandan kengayadi. Keyin haligi qumga ko'milayotgan odamning oldiga bordilar-da, aytdilarki, agar sen rizqing keng bo'lishini istasang, hozirgi holatingga shukr qilishing kerak. Haligi odam aytdiki, qanaqasiga men shukr qilishim mumkin? Hech vaqosi yo'q holatimda, hatto kiyimim yo'q holatida men qanday shukr qilayin bu holatimga, dedi. Va shu orada birdan bir to's-to'polon ko'tarildi-da, haligi o'ranib yotgan qumini ham uchirib ketib, hech vaqosiz qoldi.